Assalomu alaykum. Men Tillayeva Maftuna Baxtiyorovna, Samarqand viloyati Pazarmon tumani Bobur mahallasida xizmat qilaman. Hozirgi kunda yoshim 35 ta. Men Greenway Global, ya'ni Beaver1 mahsulotlari bilan 2023-yilda tanishdim. Ushbu mahsulotlar bilan tanishmasdan oldin menda yaxshigina kasalliklarim bor edi. Birinchi o'rinda menda gemoglobin past edi, immunitet past edi. Tez charchardim, boshim tinimsiz og'rirdi. Bunda menda eng katta kasalliklarimdan menda buqoq kasalligi bor edi. Bu menga juda ham katta problema tug'dirgan. Nafas olishga qiynalardim, osmonga qarab yotolmasdim. Bundan tashqari meni o'tim yaxshi ishlamasdi. Ozgina taom iste'mol qilsam ham qornim shishib ketardi. Oddiy suv ichsam ham qornim shishib ketardi. O'tim umuman уже ishlamay kuchli og'riq bera boshlagan edi. Bundan tashqari esa menda jenskiy problemalarim bor edi. Meni ko'rsatmagan joyim, bormagan doktorim qolmagan. Hech qaysidan davo topa olmaganman. Oxir-oqibat meni mana shu 3 ta operatsiyaga buyurgan. Ham jenskiy operatsiya, ham zob, ham o't. Mana shu 3 ta operatsiyaga men tayyor bo'lib turgan vaqtimda Allohga shukr aytaman. Beaver1 kompaniyasining ushbu mahsulotlari bilan tanishganman. Ya'ni kalsiy, poison, forbeta, superomega force bu mahsulotlar bilan tanishtirib ichishni boshladi. Allohga shukr aytaman, men 15 kunda уже natija sezganman. Chunki nafas qisishim to'xtagan, menda kuchli og'riq bor edi. Og'riqlarim yo'qolishni boshlagan. To'g'ri ishonmas ichganman bu mahsulotlardan. Allohga shukr. Mahsulotlarni 6 oy davomida tinimsiz ichdim. Boya keltirib o'tgan barcha shikoyatlarim yo'qoldi, og'riqlar ketdi. Buqoqni olib borib tekshirtirib, doposli qildirganimda vobshe zobdan hech qanday asar qolmaganligini aytishdi doktorlar. To'g'risi biz juda ham xursand bo'ldik. Hozirgi kunda esa bu mahsulotlarni biz oilaviy iste'mol qilamiz. Farzandlarim, ota-onam, barchamiz ushbu mahsulotlarni sevib iste'mol qilyapmiz. Bu mahsulotlarni o'zimiz O'zbekistonga olib kirgan asoschimizga o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Rahmat.